Karlson chodir tikdi. Ha, hozir Mitvoyning yuragi juda g'ash edi. Oyisi o'zi pishirgan teftel bilan kubiklardan qurilgan binoni bezatganidan ranjigan edi. Bu Mitvoydan kelgan ish deb o'ylardi onasi. Tomda yashovchi Karlson deb gap boshlagan edi Mitvoy, lekin dadasi gapni shartta bo'ldi. Menga qara Mitvoy, Karlson haqidagi bema'ni gaplaringni ortiq eshitishni istamayman. Bosi bilan Beten xaxolab kulib yuborishdi. O'sha Karlson o'lgudek ayyor ekan, dedi Beten. Xuddi biz kirgan paytda yashirinib oladi-ya. Mitvoy xafa bo'lib, sovib qolgan teftelni og'ziga tiqdi-da, kubiklarni yig'ishtirib oldi. Hozir Karlson haqida gapirish ortiqcha edi. Karlson uni uyaltirib yaxshi ish qilmadi-da. Yuringlar, borib qahva ichamiz. Bo'ldi, o'sha Karlsonni endi gapirmaylik, dedi va Mitvoyni yupatgandek bosh silab qo'ydi dadasi. Qahvani doim yemakxonada, kamin oldida ichishardi. Havo yaxshi bo'lsa ham har galgiday ular bugun kechqurun qahvani yemakxonada ichishdi. Mitvoy qahvani yoqtirmasdi. Biroq oyisi, dadasi, Bosi va Beten bilan olov gurillab turgan kamin oldida o'tirishni yaxshi ko'rardi. Oyi, birpas o'girilib turing, dedi Mitvoy. Oyisi qahva solingan idishni patnis bilan kichkina stolga qo'yarkan, nega endi o'girilib turarkanman, dedi. Qandni qirsillatib yeganingni yomon ko'raman deysiz-u, o'zingiz hozir bir chaqmog'ini olmoqchiman, dedi Mitvoy. Mitvoy nima bilandir ovunishi kerak edi. Karlson ketib qolganda u juda xafa bo'ldi. Axir kubiklardan qurilgan minoradan bo'lak hech nima qoldirmay to'satdan g'oyib bo'lishi yaxshi emas-da. Mitvoy o'zining sevgan joyi, kaminga iloji boricha yaqin o'tirardi. Hozir butun oila tushlikdan keyin qahva ichayotgan daqiqalar Mitvoy uchun eng yoqimli damlar edi. U dadasi, oyisi bilan xotirjam, bemalol gaplashishi mumkin. Ular Mitvoyning gapini oxirigacha chidam bilan tinglashar, chunki boshqa paytda bunday qulaylik bo'lmasligi mumkin. Bosi bilan Betaning bir-birlariga tegajaklik qilishlari, yodlash haqidagi gaplari juda g'alati edi. Yodlash degani dars tayyorlashning eng og'ir, eng murakkab usuli bo'lsa kerak. Mitvoyga ham o'zining maktabdagi o'qishlari haqida juda gapirib bergisi kelardi-yu, lekin bu bilan oyisi va dadasidan bo'lak hech kim qiziqmasdi. Bosi bilan Beten bo'lsa, uning gaplaridan kulishgan edi. Mitvoy kalaka bo'lishdan qo'rqib gapirmay qo'ya qolardi. Ha, aytmoqchi, Bosi bilan Beten Mitvoyni mazax qilishmasdi, chunki Mitvoy ham ularga haqqini yubormasdi. Mitvoy mazax qilishni ham juda o'rniga qo'yardi. Axir akasi Bosi, opasi Beten bo'lgandan keyin nima bo'lardi? Mitvoy, darsingni tayyorlab bo'ldingmi? Deb so'radi onasi. Bunaqa savolni Mitvoy unchalik yoqtirmasdi albatta. Biroq oyisi uning bir chaqmoq qandni qarsillatib yeganiga indamay chidagani uchun Mitvoy ham bu ko'ngilsiz gapni miq etmay eshitishga ahd qildi. Bo'lmasamchi, tayyorlab qo'ydim, javob qildi u qovog'ini solib. Mitvoyning fikru xayoli Karlsonda edi. Karlsonning qayoqqa g'oyib bo'lganini bilmaguncha uning kallasiga dars kirarmidi? Nahotki odamlar shuni tushunishmasa. Uyga nima vazifa berishdi? Deb so'radi dadasi. Mitvoyning juda jahli chiqib ketdi. Aftidan bugun bu gaplar tugamaydiganga o'xshaydi. Axir ular kamin oldida faqat darslar haqida gaplashgani o'tirganlari yo'q-ku. Alifbeni yod olishim topshirishdi, dedi darrov Mitvoy. Uzundan uzun alifbe, uni o'rganib oldim. Avvaliga A keladi, keyin boshqa hamma harflar. U yana bir chaqmoq qand oldi-da, tag'in o'sha Karlsonni o'ylay ketdi. Mayli, ular istagan narsalari haqida gapiraversin, u esa faqat Karlsonni o'ylaydi. Uning fikrini Beten bo'ldi. Nima eshitmayapsanmi, Mitvoy?
25 ere ishlab olishni istamaysanmi? Mittivoy Betaning nima deyotganini darrov tushunmadi. U 25 yere puli bo'lishni juda istardi albatta. Biroq eng muhimi o'sha pulni olish uchun nima qilish kerak? Gap mana shunda. 25 yere juda kam, dedi u qat'iy. Hozir shunday qimmatchilikki, qani aytchi, stakandagi 50 yere muzqaymoq necha pul turadi? Menimcha 50 yere turadi, dedi Beten mug'ambirona kulimsirab. Bo'pti-da, dedi Mittivoy. 25 yereni juda kamligini o'zing ham yaxshi bilasan. Gap nima haqida ketayotganini hali bilmaysan-ku, dedi Beten. Sen hech nima qilmaysan, faqat ba'zi bir narsalarni qilmasliging kerak. Xo'sh, nimalarni qilmasligim kerak? Sen bugun yemakxonaga qadam bosmasliging kerak. Bilasanmi, Pele keladi. U Betening yangi ermagi, dedi Bosi. Mittivoy bosh irg'adi. Qoyili juda puxta o'ylashibdi-da. Oyisi bilan dadasi kinoga borishadi. Bosi futbolga ketadi. Beten bo'lsa Pelesi bilan yemakxonada yarim kechagacha valaqlashib o'tirishadi. Birgina Mittivoy o'z xonasida ko'milib o'tirish kerak. Yana arzimagan 25 yere uchun. Oilasidagilarni qanaqa odamligini mana endi bilib oldi. Yangi ermagingni qulog'i qanaqa? U ham oldingisiga o'xshab shalpang quloqmi? U jurtdagi Betening jahlini chiqarmoqchi edi. Mana, gapini eshitdingizmi, oyi? Dedi Beten. Mittivoyni bu yerdan chiqarib yubormasam bo'lmasligini endi tushundingizmi? U oldimga kelganlarning hammasini cho'chitib yuboradi. U boshqa bunday qilmaydi, dedi oyisi ishonqiramay. U bolalarning janjallashishini yoqtirmasdi. Yo'q, u hoynahoy yana bir qiliq o'ylab topadi, dedi Beten gapida qat'iy turib. Karlasini uydan haydab chiqargani esingizdami? Klassni uydan haydab chiqargani esingizdami? U klassga tikilib turib, yo'q, Betenga bunaqa quloq yoqmaydi desa bo'ladimi? O'shandan keyin klass uyimizga qadam bosmadi. Xotirjamlik bo'lsin, xotirjamlik, dedi Mittivoy Karlsonga tahlil qilib. Men o'z xonamda qolaman. Ha, pulsiz tekinga qolaman. Meni ko'ngillaring yo'q ekan, sizlarning ham pullaring menga kerakmas. Bo'pti, dedi Beten. Unday bo'lsa, kechqurun oldinga kirmayman, deb va'da bergin, qasam ichgin. Qasam ichaman, dedi Mittivoy. Gapimga ishon, pelelaring bilan ishim yo'q. Boshimga uramanmi ularni ko'rmasam deyman. Qaytaga ularni ko'rmaslik uchun o'zim 25 yere berishga roziman. Mana, oyisi bilan dadasi kinoga ketishdi. Bosi stadionga jo'nab qoldi. Mittivoy o'z xonasida o'tiribdi. Yana tekinga deng. U eshikni qiya ochganida yemakxonada Beten bilan Pelening ming'irlashib gaplashgani eshitildi. Mittivoy ularning nima haqda gaplashayotganliklarini, ayrim so'zlarni ilib olishga urindi-yu, biroq uddasidan chiqolmadi. O'shandan keyin u deraza oldiga borib, qorong'ulikka tikildi. So'ngra u Kristel bilan Gunilla o'ylab yurishmasmikan deb pastga ko'chaga qaradi. Eshik oldida bolalar g'imirlashib yurishardi. Ko'chada ulardan boshqa hech kim yo'q edi. Ular bir-birlarini quvlashar, mushlashardi. Mittivoy bir oz tomosha qilib turdi, biroq afsuski, bu yoqalashlar birpasda tugadi-yu, u yana zerika boshladi. Xuddi shu payt u o'sha tanish, yoqimli tovushni eshitib qoldi. U motorning tirillagan ovozini aniq eshitdi. Bir zum o'tmay derazadan Karlson uchib kirdi. "Salom, Mittivoy", dedi u beparvo. "Salom, Karlson. Qayoqdan kelib qolding? Nima demoqchisan? Gapingga tushunolmayapman." "Axir seni oyim bilan dadamga tanishtirmoqchi bo'lib turganimda birdan g'oyib bo'lib qolding-ku. Nega qochib ketding?" Karlsonning jahli chiqib ketdi. U ikki qo'lini beliga qo'yib kerildi. "Tavba, shu ham gap bo'ldi-yu. Nima? Uyimdan xabar olishga haqqim yo'qmi? Uy egasi ro'zg'origa qarab turish kerak-da.
oying bilan dadang kelib uyimning u yoq bu yog'ini yig'ishtirmoqchi bo'lganimda tanishgani kelishibdi-da. Nima, shunga men aybdormanmi? deb xitob qildi. Karlson xonaga ko'z yugurtirib chiqdi. Iye, men qurgan minora qani? Ajoyib go'zal minorani kim buzdi? Tisteli qani? Mitvoy xijolat bo'ldi. Endi qaytib kelmasang deb o'yladim, dedi u. Iya, shunaqami hali? deb baqirdi Karlson. Dunyodagi eng zo'r binokor quruvchi minora quradi-yu, kimdir buzadimi? Uning atrofini kim devor bilan aylantirib oladi? Hech kim. Aksincha, minorani buzishadi, xonavayron qilishadi. U yetmaganday birovning tistelisini pok-pokiza tushirishadi. Karlson bir chekkaga borib qovoq tumshug'ini osiltirib, pastgina kursiga o'tirdi. Parvo qilma, dedi Mitvoy. Bu ro'zg'ordagi bo'ladigan gap-ku. U shunday deb xuddi Karlsonga o'xshab qo'l siltadi. Xafa bo'lganingga arzimaydi. Senga nima, gapiraverasan-da, to'ng'illadi Karlson jahli chiqib. Buzishdan osoni bormi? Buzishga buzib qo'yib, bu ro'zg'orda bo'ladigan gap-ku, xafa bo'ladiganiga arzimaydi deysan? Hammaning ham qo'lidan keladi. Menga qiyin, menga. Siz minorada mana shu jajji qo'llarim bilan quruvdim-a?